aşı bir ilzat ağinamdan kötürülgen sebebinden aşının sayıslar tan kötürülüp Amma xalqning diqqatini qo'zg'ash ham yo'qmi? Bugungi temin so'zlashdan burun shu nurg'un e'lansilsa ya qaytmamsizlar ya kishini qilmadinglarmi deb qoldinglar. Shagird balla bor qarindoshlar normal aloqalashsang bo'ldi. Endi men Urumchida yangi bir tijoratning shu bilan turib qoldim. Yana bir haftadan kun bor. Mush jarayonda misol Abdulatif og'inamni deymiz, yana bir 2 kungacha ko'rishlar. Şu uzunnoz aloqalashmagan do'stlar birodarlar bilan da biz ziyorat suhbat to'g'a yalni film qilib chiqarib hamda o'zaro bir foydalanadigan ish pishlo safar deyishini deb qilyapmiz. Bugun men Abdulatif og'inam shu imzor kiyim-kechak shirkatining mas'uli. Bu og'inam shu Salmanjondan ma'lum bilisizlar. 11 oyning 29-i musobaqa o'ynamoqchi. Shu birodarga obraz vakillik qo'llash ustidan hamkorlik o'rinda. Ham shu temada bugun bir so'zlayni deb deyishib qoldik. Hamda nurg'un oldinglar bizlar film tartib chiqarsak, o'zaro qo'llab nim qilsak, sil qopab andat sanglik qilib puturvasi bunani bizga atib qo'yib degandek gap so'z paranlar olib ketdimizmi? Mayada ma payda tarafını ko'rib qo'yinglar. Misol Salomonni deymiz, Obul Qosimjon, nurg'un ashta bundan burun o'zining sohasida ashta boksrochi olsun ya chelishchi olsun, tantarbiya sohasidagi mayirlar aşı bir ilzat ağinamdan kötürülgen sebebinden aşının sayıslar tan kötürülüp amma xalqning diqqatini qo'zg'ash ham yo'qmi? Aşılının taraqqiyotning foydasi var. Hem de bu balla ilzat sebepli kötürülüp özünü takımı namayanda qilib bir netice'ni kazansa, oğlu sebeplik mi takımıcık yaş ösmirli olsun ya yanıdan çıkatkan mayarlı kötürülüp hemimiz müşta bisik sebepçi olup da yaxşı taraflarım var bunun. Siz qo'sirapa yotgan ditevlib jampandan xatnizi va men de kallani shiltadilar. Ba'zi yakaganda shunami yo'qdi. To'g'ri. Shunlar qancha mansizlar Zavjonga. Sen don Zavjonda o'tkazganmisan? Zavjonda o'tkazdik-da 29-da bo'ldi ekan musobaqa. 25-da bormoqchi. 25-da mansizlar. 25-da mansizlar. Ahmet tilaymiz. Yani mayli tantarbiya sohasi olsun va yoki boshqa soha olsun bir ishni qilib oxiriga chiqishninki ne kadar tasdigini mayli Izzatjon bo'lsin, mayli Salmanjon bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, şu meydanga chiqishga bir jur'at qilganning o'zi bilan bizningki alq sadolarni yanglishimiz kerakligini do'stlarni unutib qolmasligini tavsiya qilaman. To'g'ri mana. Ishil gap qildi. Qag'ini hamsa o'sha ag'inamni g'anjo qilib olsanglar, shu butun musobaqaning oldidagi xabarlarni yetkazib turdi. Ag'inamiz bizma tanish qilib uzun bo'ldi. Anda bir haftam obraz vakillik ya bunu bunun paranlarını qimmatdanlar. Men masto sahne chiqmishlasam bo'ldigan şeyden de izleydik. Bo'ldi. Ikkimiz uchib baqandoq ya. Deyish baqalanma. Her saatga müşta qo'limizda kelishcha o'zaro qo'llashlarni ta'kidlaydiganimiz shu bir nuqta, boshqa maqsad yo'q. Qag'ini yuraklarni bir aymay besib taqdim etsanglar, keyingi sanda buda yana boshqa ag'inamni ziyoratga boramiz. Ganjo isha. Xo'sh tanidish.